Dunyoda eng yomon narsa, eng yomon o'lim gardanidagi qarz bilan qo'rqmasdan turib Allohning huzuriga ro'para bo'lish. O'shanday o'lim topishdan Allohning o'zi asrasin. Adda'in mag'lulatun fi qabrihi. Qarzdor odam qarzi bilan ketsa, qabrida kishanlangan holatda bo'ladi. Endi ba'zi bir odam beraman deb harakat qilib intilib yuribdi, u odam boshqa odam u. U odam boshqa odam. Bu qabrida kishanlangan holatda bo'ladi. Kim bermasdan, qo'rqmasdan, aldab, xiyonat qilib bermasdan o'lib qolgan odam dunyoda eng yomon o'lim topgan odam. Shuning uchun ham janozada imom nimani so'raydi? Bu namoz o'qiganmi deb so'ramaydi-ku. Bu hajga borganmi deb so'ramaydi-ku bu odam. Bu umrida roza tutganmi deb so'ramaydi. Gardanida qarzi bormi yo'qmi deb so'raydi. Demak, gardanidagi qarz bilan ketish shunchalar xatar ekanki, imom shuni janozada so'raydi. Boshqa ishda kamchiligingizni Allohga havola endi u. Ibodatimiz, ro'zamiz, boshqa ibodatlarimiz. Lekin bu bandasinikini banda kechmasa, Alloh kechmaydi. Bugun qarzingiz yo'qmi? Bola chaqangizni eplab boqib yuribsizmi yigitlar? Siz boy yigitsiz.